Jahon chempionatida O'zbekiston nechida va qayerda o'ynaydi? Bu aniq bo'ldi bugun. Xudo xolasa bizni 17-iyun kuni birinchi o'yinimiz Kolumbiya bilan u Meksika Cityda bo'lar ekan. Xo'p, AQSh vaqti bilan 22:00 ko'rsatishyapti. Demak, bizning vaqt bilan bu ertalabki soat 8:00 ga to'g'ri kelar ekan. Hop, ikkinchi turdagi o'yinimiz bu Portugaliya bilan Ronaldoga qarshi o'yin. 23-iyun kuni u Houstonda bo'ladi, ya'ni Amerikada bo'ladi. Amerikaning vaqti bilan 13:00, bizning vaqtimiz bilan 23:00 kechqurun bo'ladi bu. Hop, oxirgi 3-tur o'yinimiz o'sha saralashdan chiqqan 3 ta komandadan bittasi bilan o'ynaymiz. U Atlantida bo'lar ekan, u ham Amerikada bo'lar ekan. 27-iyun kuni Amerika vaqti bilan 19:30 ko'rsatyapti. Bunda bizning vaqt bilan sahar ertalab 5:30 da bo'lar ekan, xudo xolasa. Terma jamoamizga omad tilab qolamiz. Xudo xolasa yaxshi natija bilan guruhdan chiqib, yaxshi natija bilan qaytib keladi degan umiddamiz. Alloh O'zbekiston